Biz yana Pusandamiz. Pusan yoqqa yetib keldik. Ajoyib shahar. Pusan meni Janubiy Koreyadagi ikkinchi qishlog'im. Hozir biz Cable Carga chiqmoqchimiz. Dengiz tepasini Cable Carda aylanmoqchimiz. Hozir Pusandamiz. Mana bizni jamoa. Qayda biz jamoa? Mana biz jamoa. Ziyodirlar. Kelyapti qolgan bu. Bizning Pusan. Nimadir uyushtirishib yo'qmi? Bizning Pusan. Pusan bizni kut. Biz keldik. Maytda Chinatown hammaga ko'rsatganman bu yerda. Mani kuzatib boraveringlar, sayohat qilganday bo'lasizlar. O, tepada nimadir bor ekan. Bir narsa hotel, motel. Shunaqa gaplar, qolganini Cable Plus karuselga chiqib turib video tashlayman.